Mashinangiz qayerda sizda? Hukumat haydovchi. Jarima maydoni. Jarima uchasiz, to'g'rimi? Menga nima deb taklif qilyapsiz? Hujjatlarimni sizga taqdim etdim. Hamma hujjatim borligiga ishonch komil qildingiz. Endi mashinamni 60 kun ichida to'lovini qilib, hozir olib ketmoqchiman. To'lamay mashina olib ketmoqchisiz. Ha, 60 kun ichida to'layman demoqchiman. Ana o'shalar bo'yicha holat bartaraf etilganligi men sizga mashinani sotib bera olaman. Siz yana jarimani to'lamasangiz men sizga sotib bera olmayman. Bo'ldi, tushunarli. Jarimang to'lamasang, mashinang jarima maydonidan chiqmaydi degan talab sizga bu noqonuniy. Asos Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 291-moddasida avtotransport vositasini saqlash tartibi, ya'ni ushlab turish tartibi belgilab qo'yilgan. Unda yozilganki, avtotransport vositasi qoidabuzarlik sababi bartaraf qilingungacha ushlab turiladi. Ya'ni jaydar tilda tushuntirganda, misol uchun hujjatlar juda qolib ketdi. Kelyapsiz, gay to'xtatib, hujjat topib bera olmaysiz, mashina istayinga. Borasiz, hujjatlarni olib kelasiz, ko'rsatasiz. Bemalol chiqib ketaverasiz. Sizga nisbatan bayonnomani rasmiylashtirib beradi. Va jarimani 60 kun ichida to'laysiz. Lekin siz bemalol o'sha kunning o'zida mashinangizni olib chiqib ketishingiz mumkin. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Qonunni bilish esa sizga ancha-muncha yengillik olib keladi.